Issiq kiyimlarni tashlashga shoshilmang. Qish hali tugamadi. Yanvar oyi oxirida ob-havo qaytishi mumkin. O'zgidromet 25-28 yanvar kunlari uchun ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, mamlakat bo'ylab ob-havo beqaror bo'ladi. Ba'zi hududlarda qor va tuman, yo'llarda muzlash kutilmoqda. Ertalab va kechqurun alohida ehtiyot bo'lish kerak. Qoraqalpog'iston Respublikasida 25 yanvar kuni nisbatan tinch bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Biroq 26-28 yanvardan boshlab vaziyat o'zgaradi. Ba'zi joylarda qor yog'ishi mumkin, tuman bo'ladi, yo'llar sirpanchiq bo'ladi. G'arbdan shamol soatiga 7-12 metr tezlikda esadi. Kechasi havo sovuq, 6-11 darajagacha tushadi, kunduzi esa muzlash darajasida bo'ladi. Xorazm viloyatida ham vaziyat shunga o'xshash. Haftaning boshida quruq bo'ladi, lekin 27-28 yanvar kunlari yana qor yog'adi. Tuman va muzlashi mumkin. 25 yanvar kuni Buxoro va Navoiy viloyatlarida yomg'ir yoki qor yog'ishi mumkin. 26 yanvar kuni qisqa muddatli tanaffus bo'ladi. Ammo 27-28 yanvar kunlari yana qor yog'adi. Ba'zi joylarda shamol keskin kuchayib, 15-20 metrga yetadi. 25 yanvar kuni Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida yog'ingarchilik bo'lishi mumkin. 26 yanvar kuni nisbatan tinch bo'ladi. Ammo 27-28 yanvar kunlari yana qor, tuman va muzlash holatlari qaytadi. Ba'zi hududlarda shamol juda kuchli bo'ladi. 22-25 metrgacha. Qashqadaryo va Surxondaryoda haftaning boshi yomg'ir yoki qor bilan boshlanishi mumkin. 26 yanvar kuni ob-havo ochiladi. Biroq 27-28 yanvar kunlari ko'proq yog'ingarchilik kutilmoqda. Andijon, Namangan va Farg'ona vodiysida 25-26 yanvar kunlari ob-havo tinch bo'ladi. Biroq 27-28 yanvar kunlari qor yog'ishi mumkin, tuman va sirpanchiq yo'llar bo'lishi mumkin. Eng xavfli vaziyat tog'li hududlarda kuzatiladi. Ba'zi joylarda kuchli qor yog'ishi, tuman va muzlash ehtimoli bor. 25-26 yanvar kunlari ko'chki xavfi mavjud. Kechasi harorat 0-13 daraja Selsiya, kunduzi esa 0 daraja atrofida bo'ladi. Xulosa oddiy. Qish hali tugamadi. Ayniqsa, ertalab va kechqurun tashqariga chiqishda ehtiyot bo'ling va yana bir bor eslatib o'tamiz. Issiq kiyimlarni tashlashga shoshilmang. Albatta kanalga obuna bo'ling. Xayr.